Hozirgi kunda sening sotib olayotganda odamlarda qo'rquv bitta. Solarka karaga o'xshab elektr kara ham narxni ko'taradimi, sifati beradimi, aytgan tonnasini beradimi degan shubha bor. Bu shubha o'rinli. Sababi hozirgi kunda bozorda kelib chiqishi noma'lum bo'lgan texnikalar juda ham ko'p. Biz bugun Xitoyning nufuzli brendiga tegishli GMS brendini 3,5 tonna karasi bilan 4 tonna bo'lgan yukni ko'tarib yuklab berdik. Bitta podonimizda 100 ta akkumulyator bor. Har bittasi 20 kilodan. 20 kilodan bo'lsa, bittasi 2 tonna bo'ladi. Ikkitasi 4 tonna bo'ladi. Hozir shuni ko'tarib ko'rsatib beramiz. Bu yerda hozirda 4 tonna bor. Hozirda biz tez yura olmaymiz, sababi yuk o'ynayapti. Xavfsizlik jihatidan boylab netganimiz yo'q. Ochiq shaffof video olyapmiz. Chunki biz bunga tayyorgarlik ko'rmadik. Baylar netgani 2 tonnadan 2 ta podonni oldik, 4 tonna bilan yuryapman hozir. Hozirgina siz GMS karasini sifatini guvohi bo'ldingiz. Videoda kara bo'lgan do'stlarga boring va elektr kara bo'yicha shubhani yo'qoting.